Shunaqa farzandlarga ming la'nat bo'lsin. Bitta ona bolani shu maydaligidan katta qiladi-da. Katta qilib uni o'stirib, oq yuvib, oq tarab, o'zi yemasdan yaxshi ko'rgan narsani o'sha bolachani og'ziga soladi, yediradi. O'zi kiymay gohida unga kiygizadi. Qishlarda o'zi sovuq qotsa ham farzandini issiq tutadi. Lekin bola ertaga balog'atga kirganda bitta ayolni deb, bitta xotinni gapiga kirib, ota-onasini hurmat qilmasdan chiqing meni uyimdan, boshqa uyga ko'chib keting deganni eshitdim. Onasiga shu bugun chiqing, uydan chiqing, uydan chiqing, bizlarni tinchimizni buzayapsiz debdi. Xotinini gapiga kirib. Ming la'nat bo'lsin o'shanaqa farzandlarga ming la'nat bo'lsin. Ota-onasini xor qilib kun kechirayotgan bo'lsa, albatta farzandidan qaytadi. Xor bo'ladi o'zi. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Ota-onani qadriga yetinglar. Tiriklik paytida qadriga yetinglar.